Kristalsimon modda mana. Ko'rib turibsizlar-a? Uyushgan jinoyatchilik va giyohvandlikka qarshi murosasiz kurash olib borish yo'nalishida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qator vazifalar bajarib kelinmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlar natijasida yana bir jinoiy holatga barham berildi. Yashnobod tumani Ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotga asosan Yashnobod tumani hududida harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli transport vositasi to'xtatilib, uni boshqarib ketayotgan Umid ismli shaxsning oldi hamda transport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda 22 dona oq salofan paketga o'ralgan noma'lum o'tkir xilli kukun-simon modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida olib qo'yildi. Shundan so'ng gumonlanuvchining yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Uyning garajidan paketga solingan yana 19 dona oq rangli, o'tkir hidli kukun-simon moddalar topildi. Olingan moddalar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu moddalar jami 100 gram og'irlikdagi sintetik giyohvandlik vositalari ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Bu ish qonunga xilofligini bildim, tushuntirib berishdi. Bu ishga kirishdan oldin bu juda yomon ishligini bilmagandim. To'g'risini aytganda, o'z oilada bitta farzandman. Bu qilgan ishimdan pushaymonman, kechirishingizni iltimos qilaman. Ushbu sintetik moddalar tarqalib ulgurganda ko'plab insonlar zaharlanishi va ular uchun ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Shu tariqa ichki ishlar xodimlarining sa'y-harakatlari bilan giyohvandlik bilan bog'liq yana bir jinoiy holat to'xtatib qolindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tayinlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Mirobod tumani Qo'yliqota mahalla fuqarolar yig'ini oldidagi avtobus bekatida noma'lum shaxs bekatda turgan qizning kurtkasi cho'ntagidan 1,5 million so'mlik uyali telefon apparatini o'g'irlab voqea joyidan yashiringan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu kimsaning shaxsiga aniqlik kiritildi. Sodir etilgan jinoyatni issig'izdan fosh etish maqsadida tezkor tadbirlar o'tkazildi va ushbu jinoyatni sodir etgan fuqaro Sirojiddin ismli shaxsligi aniqlandi va Toshkent viloyati hududida ushlanib, Mirobod tumani tergov bo'limiga topshirildi. Muqaddam 276 birinchi modda bilan sudlanganman. 25-yil 169 modda bilan o'g'irlik qilib jazo olib chiqqanman. Qo'yliqota ostanovkasida o'tirganimda bir qiz kurtkasidan telefoni chiqib turgan ekan, ko'zim tushib qolgan. O'sha yerda avtobus kelgan, chiqmoqchi bo'lgan vaqtida o'ziga bildirmagan holda kisavurlik yo'li bilan telefonni sekin olib, voqea joyidan ketganman. Telefonni olib, telefon shibollarga sotib yubordim. Men o'zim qilgan ishimga pushaymonman. Kechirim so'rayman. Menga notanish bo'lgan shaxs telefonni olib keldi. Bu qancha bo'lsa ham zapchapsiga bo'lsa ham pul qilib berishimni so'radi. Men u bilan kelishgan holda 200 ming so'mga olib qolmish telefonni. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi tanlandi. Hech kim ko'rmaydi, hech kim bilmaydi deb o'ylash o'tmishda qoldi. Bugun barcha avtobuslarda, bozorlarda kameralar o'rnatilgan. Shahar raqamlashtirilib, kuzatuv kameralari yagona tezkor boshqaruv markazidagi Qalqon dasturiga integratsiya qilingan. O'z xatolaridan to'g'ri xulosa qilmagan bu kimsa ham yana panjara ortiga ketdi.